Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Assalomu alaykum naq maydondagi aziz tomoshabin do'stlar. Ko'ryapsizlar kiyim-kechak sohasida danglik markasini o'ziga nishon qilgan Xitoy xalqaro savdo shirkati alayda qo'llagan O'zbekiston talaylonqisini tanlash talay yulduz programmasi. Çempionumuz bo'lib, bizning yillik chempion tanlash musobaqamizga qatnash sharafiga erishsa, yana shunchalik izchil katta mukofotlar mohirlarimizni saqlayapti. Programmamizning ko'rishchanligini oshirish uchun hozircha yillik mukofotimizni demaslikni loyiq topdik. Hozircha maxfiy, agar bilishni xohlasanglar, yiqitlar har yakshanba, har chorshanba kech soat Urumchi vaqtiga 7:30da qo'yilgan talay yulduz programmamiz bo'lsin. Bu ham programmamiz oylik chempion tanlash musobaqamiz. Oylik chempionligimizni tanlash musobaqamizga qatnashgan 3 nafar mohirimiz bizning oldingi 3 sondagi haftalik chempionlarimiz. Undaq bo'lsa, qizg'in olqishlarimiz bilan u 3 nafar chempionimizni sahnimizga taklif qilaylik. Marhamat. 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 Ekber, haftalik chempion bo'lgandan keyin shu shirkatga xizmatdoshlaringiz bilan xushib ketdi deyman-a. To'g'ri, ularningki hammasi shunday yaxshi baholanib berdi, madad berdi. Xush bo'lib, ozroq bir mukofot puli berdimi u ya? Texi bermidi, hamda beramki bularga. Hay, rag'batlantirish uchun bo'lsa, ozroq pul berib qo'ydi. Lekin menimcha sizning qatnashishingiz u mukofot pul uchun emas. To'g'ri. Nima uchun hamsa? Moddiy boylik uchun da qo'ymam seni. Mening bu yerga qatnashishim birsi hamda shirkatningki bir odim sifatida qatnashganligim uchun, hamda shirkatningki obraz bo'lish. Yana bir sabab hamda o'zimni universal bilimini bir sinab bakmoqchi. Ispadingizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Dilfura. Bu san programmamizni chempionlikni qo'lga keltirishingizga ishonchingiz qanchalik? Deganda uydan chiqishdan burun maylarning kimligini bilmaydim. U chaqda ishonchim xili batdi, lekin hozir shiklisi qo'rqib ketdi. Nima ishqa? Menda mujiq narsalar bilamdi deb shu. Shundoq bo'lsa-mu, qanday qilishimiz kerak? Cho'qim tirishma. O'tkir. O'tkir. Hamda oldi bilan mush ko'zoynakning masalasini so'rash to'g'ri kelib qoldi. Nima bo'ldi endi bugun? Haftalik chempion tanlaydigan sanda ko'zoynak taqdingiz. Haftliknikida sinab vaqtimda ko'ralamdim yo'q deb. Bunday qilsam ko'ralamga. Shunlashqa. Taqmayla chiqay. Boshqa bir obrazlar bilan. No'sa tuvandiklarni ko'rsam sal jiddiylik qolmayga, ko'zoynagimni taqsam. Qarmayla o'tiraydi. Qarmayla o'tiray. Oldimda hech kim yo'q. Ko'rmayla arlish ketay deb sizda. Buguncha ishonchingiz bormi? Bor. Ha, yaxshi. Albatta, bugun hammanglarning ispadinglarning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Mana birinchi bosqichimiz boshlanish oldi turibdi. 3 nafar mohirimiz sahnimizda. Diqqat, birinchi savol. Uyg'urlar qadimdala har xil pardoz buyumlarini ishlatishga mohir bo'lgan. Ular lavsuruq, mangzusuruq, ya'ni anglik, itqoq suruq, qoshliq, chashmiyi qatorliqlarni xeyli burunli ishlatgan ham ishlagan. Undaqda ular zarangizni chechigini malham qilib, nokchi holatiga keltirib, nimiga ishlatgan? A. Anglik qilib ishlatgan. B. Lavsuruq qilib ishlatgan. C. Qoshliq qilib ishlatgan. O'tkir. B. Buning to'g'ri javobi lavsuruq qilib ishlatgan. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Oldingizga bir qadam. 8-joyda. Oldingizga bir qadam. Savol. Adidas qaysi davlatning dangliq markasi? A. Rossiya, B. Germaniya, C. Fransiya. Akbar. Germaniya. To'g'ri javobi Germaniya. Oldingizga bir qadam. Diqqat! Yevropa bilan Osiyodan iborat ikki qit'aga joylashgan yer maydoni dunyo bo'yicha eng cho'ng davlat. A. Rossiya, B. Angliya, C. Germaniya. Dilfura. A. Rossiya. To'g'ri javobi Rossiya. Oldingizga bir qadam. Yer maydoni 17.700.000 kvadrat kilometrdan oshadi. Diqqat, savol. Kanadalik ayol yozuvchi Alice Munro 2013-yillik Nobel adabiyot mukofotining sohibi bo'lib, buning bilan Nobel adabiyot mukofotiga erishgan ayol yozuvchining soni A. 10 ga yetgan, B. 11 ga yetgan, C. 12 ga yetgan. O'tkir. A javob, ya'ni 10 ga yetgan. Shundaqmi? Ayol yozuvchilarni bek bo'sh chaqlab qapsiz. To'g'ri javobi C. 12 ga yetgan. Jangizni turayverang. Savol. Diqqat. Bovoqlarga antibiotik dorilarni ko'p ishlatsa qanday ahvol kelib chiqadi? A. Bovoqlarning ho'l tamratkiga giribtor bo'lish nisbati yuqorilaydi. B. Kasallikka qarshi turish immuniteti ojizlaydi. C. Bovoqlarning ko'rish quvvati ojizlaydi. Akbar. Ko'rish quvvati ojizlaydi. Bovoqlarning ho'l tamratkiga giribtor bo'lish nisbati yuqorilaydi. A javobga joyingizga turayverang. Savol. Qo'rma qo'rganda qaysi vaqtda tuz solsak, andin tuz tarkibidagi yod ziyonga uchirmaydi? A. May qizigan chaqda. B. Qo'rmiga suv quyishning oldida. C. Qo'rmini qozondan elishning oldida.
Dilfuira. Cevap qo'rmini qozondan ilishni oldida. Qo'rmini qozondan ilishning oldida. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Oldingizga bir qadam men. Savol. Diqqat. Huanghe daryosi qancha o'lkani besib o'tadi? A 3, B 6, C 9 o'lkani besib o'tadi. Akbar. 9 o'lkani besib o'tadi. 9 o'lkani besib o'tadi. Oldingizga bir qadam. Savol. Diqqat. Oscar mukofoti tarixida uda 2 navbat eng yaxshi artist mukofotiga erishgan kishi. A. Tom Cruise, B. Tom Hanks, C. Changlong. O'tkir. Tom Hanks. Tom Hanks. Javobi Tom Hanks. Oldingizga bir qadam. Xo'sh, Dilfuira eng oldida. O'tkir bilan Akbar yana davomli qilishinglar. Bulamda ikkinchi bosqichda yana qanday o'zgarishlar yuz berdigandu, diqqatinglar, yana davomli ta'lim yurtish programmasi. Qadrli ko'rmalar ko'rayotganinglar, kiyim-kechak sohasida dangliq marka yaratishni o'ziga nishon qilgan To'g'ri xalqaro savdo cheklanish shirkati alayda qo'llagan Husnigul Talayloqsin tanlash Talay yulduz programmasi. Hozir O'tkir, Dilfuira, Akbar bizning ekran savollarimizga javob berdi. Ko'zing taqib olamdi, O'tkir? Taqmayman oldi. Taqmay. Men yaxshi ko'ramidim deb taqvilang, yaxshi taqvilang. Mana ko'zoynak taqilgan boshqacha O'tkir yinimda paydo bo'ldi. Birinchi savolimiz, qani ekraningizga marhamat. To'yga normal ahvol ostida 30 yildan 50 yilgacha umr ko'rdi. Uning mana bu ishki lokisining mayni zapas saqlash roli bor. Hech qanday suv yo'q ahvol ostida to'yga 2 hafta bardashlik bera oladi. Suv bor, lekin hech qanday yemaklik yo'q ahvol ostida bo'lsa, to'yga 1 oy bardashlik bera oladi. Undaqda mayirimiz to'ygining
qancha oshqozoni bor? Javob berib beqing. To'ygining qancha oshqozoni bordi? Ikkisi bor. Ikkisi. 2 emas, 3 oshqozoni bor ekan. Endi ikkinchi savolingiz diqqat qiling, O'tkir. Yaqında Angliyada 2000 oilaga qarata tekshirish olib berilgan. Bu tekshirish natijasidan ayon bo'lishicha, rangning kishilarning uxlash vaqtini uzun qisqalikqa bo'lgan ta'siri intayin ro'shan bo'lib ekan. Undaq bo'lsa, mayirimiz soliga diqqat qiling. Qaysi xil rangda sirlangan uydagi kishilarning kundalik uxlash vaqti eng uzun bo'ladi? Ya'ni A oq rang, B ko'k rang, C ol rang. Ko'k rang. Ko'k rang shundaqmi? Buningki to'g'ri javob ko'k rang. To'g'ri bo'ldi, oldingizga bir qadam. Yaxshi, endi Dilfura keldi. Unda bo'lsa birinchi savol. Nashta salomatlik uchun intayin muhim. Shuning uchun nashtaga sal qaramasligimiz kerak. Oldimdagi mana bu ananas, anar, marojna, shokolad, banan va nashput qatorliq mevalardan qaysini nashta qilgan chaqda och qo'rsoq yeyishga qat'iy bo'lmaydi? Javob berib beqing. A ananas, banan, marojna. B shokolad, nashput, anar. C anar, ananas, shokolad. A javobni tanlay. A javobni tanlaysiz, shundaqmi? Shunaq. Banan, ananas, marojniy. Shuni tanlayman. To'g'ri javob berdik. Oldingizga bir qadam. İkinci savolingizni diqqat qiling. İkinci savol. Hammamizga ma'lum, to'ygi sutining shifoliq roli intayin cho'ng. Undaqda mayirimiz to'ygi sutining inson salomatligiga bo'lgan eng cho'ng foydali tarafini aytib bering. A o'pkaga foydali. B jigarga foydali. C börekga foydali. A javob o'pkaga foydali. O'pkaga foydali degan javob tanlaysiz. Shuni tanlayman. Chunki to'ygi sutini ichib boqqandan, siz ichgan shundaqmi? Iste'mol qilgan. Ishlatib boqqanning foydasida, ichib boqqanning foydasida. To'g'ri bo'ldi, oldingizga bir qadam. Qalaylik yana Dilfura o'z bilan munosabatli savollar xili jiq chiqdi. Akbarjon, sizga ham mush kiyim-kechaklarning savoli chiqib qoladimi? Qani ekranimizga marhamat. Ko'pincha kishilar uy bezgan vaqtda oq rangda oqartishni, shundaqla ochiq oq ranglik farfur xishlar bilan uy bezashni yaxshi ko'rdi. Lekin oq rang ko'zning ko'rish to'r pardasini g'idig'lab, ko'zni texmi charchitib etadi. Undaqda mayirimiz javob berib beqing. Oq rang ko'zni charchitishdan boshqa yana qaysi xil ko'z kasalligini keltirib chiqaradi? A ko'zga oq tushishni keltirib chiqardi. B ko'rolmaslikni keltirib chiqardi. C ko'zga qon uyushni keltirib chiqardi. Qaysi javob to'g'ridir Akbarjon? Ko'zga oq tushishni keltirib chiqaradi. Nima uchun buni tanladingiz? Oq rang bo'lgandan keyin oq tushira. Agar qizil rang bo'lib qolsa, ko'zga qon uyushni keltirib chiqardi, shundaqmi? Ko'k rang bo'lib ketsa, qorchuga ko'k rang o'zgarib ketadi deymamsiz? Mushiganda qilib qo'ydi. To'g'ri, oldingizga bir qadam. Endi ikkinchi savolingizga diqqat qiling. Ikkinchi savol. Qadrli ko'rmanlar, men hozir Tezbus ichida turibdiman. 1-oyning 18-kundan tortib Urumchi shahrimizda Sharqiy aylanma yo'l va G'arbiy aylanma yo'lni asos qilib 2 liniya bo'yicha Tezbus rasmiy qatnashga kirishtirildi. Undaqda mayirimiz Tezbusning bilet bahosining qancha yuan ekanligini aytib bering. 5 yuan. 5 yuan bek. Pulchilik ketdingizmi? 5 yuan deb chiqib boqqanmi? 5 yuan deb anglagandim. Anglagan. Nereden anglagan? Singlim deb bergan. Siz singlingizga rahmat ayting, to'g'ri bo'ldi, oldingizga bir qadam. Yaxshi, unda bo'lsa hozir qadam sonini ko'rib boqaylik. Bu bosqichdan keyin Dilfuraning qadam soni eng oldida ekan, undan keyin qarasak, Akbarning undan keyin qarasak, O'tkirning ekan. O'tkir ish qilsa yo'q, yana bosqichimiz bor. Davomli tirishaylik. Endi navbat bizning talaylik tomoshabinlarimiz keldi. Ekran oldidagi aziz ko'ruvchi, shundaqla naq maydondagi aziz tomoshabinlar. Endi navbat naq maydondagi tomoshabinlar sizlarga keldi. Bugungi san programmamizga 2 talalik tomoshabinimizni sakrimiz taklif qilgandan keyin mukofot bo'yini sovg'a qilamiz. Rast. Xo'sh, unda bo'lsa, mana mishada o'ltagan chiroyli qari ko'zlarning suratlari ekranimizda aylansin. 3 2 1 to'xtsin. Xo'sh, birinchi talalik tomoshabinimizni tanlab oldik. Ikkinchi talalik tomoshabinimiz, ya'ni mishada o'ltagan chiroyli qari ko'zlarning suratlari aylansin. 3 2 1 to'xtsin. Voy. Qani, birinchi talalik tomoshabinimiz bilan ikkinchi talalik tomoshabinimiz sahnimizga marhamat. Marhamat. Yo'lchi o'tirib bergan bittamiz obayt. Xo'sh, mana ikki talalik tomoshabinimizni sahnimizga chaqirib aytib oldik. Bir-biringlar bilan hamkorlashib olib boradigan bosqich bu. Chiqibla mukofot bermizgantinglar. Ne mukofot olgingiz bo'pti? Anglay. Borni ben. Bani bizda bari Mercedes mashina, yani Benz mashin, uy, unikini dacha. Dachani
Dacha alamsiz? Ha, ma'qul. Dacha olsiz, ha? Dachadek ifoda bildira olasiz, dacha beray, ha? Xo'sh, qaysinglarniki naqshi aytish mahoratinglar yuqori? Men aytay. Siz ayta olasiz, shundaqmi? Tekisini aytmaysiz. G'ingshpirsiz. Siz undan naqshlarning ismliklarini, tizimliklarini obdan bilasizmi? Bilmasiz. Tekis chiqib qolsa, dachaning bir qavat yo'qoldi. Tushundingizmi? Diqqat. La 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 Dacha. La 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 la. Bunun için yangırnaqsı yoxdu o. La 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 la. Ha, davamlıq, 1 minut vaxtın var bacıma. La 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 le 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 la la le la 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 la. Naqşının ismi 5 4 3 2 1. Rahmat bo'ldi. Xo'sh, ikkinchi naqsha. Dachaning bir qavat yo'q bo'ldi juma. Dachaning bir qavat yo'q bo'ldi. Ha, davomli ikkinchi naqsha. La 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 ra 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 la ra 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 Oldu devamlı etmayını duyman nakşını uqanmadım. Pek yaxshi deydi o. La 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 Shunday yaxshi. la Pek yaxshi. La 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 la. La 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 la. La la la. Ha, u shunday yaxshi. La la la. La 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 ra ra la la ra ra Ra. la la. Dachaning ikkinchi qavat tugidi. Tugdi? Ha, tugidi. Aytdim-ku. Va, shunday yaxshi aytdingiz. Uchinchi naqsha dacha deydi. Dan da 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 Dacha. Tapamadım. Çıktı Tapamadınız mı? Tapamadım. Üçüncü qavat yo'q bo'ldi. Ben bu şunu beğensen. Endi kelimesi qanday? Endi pinfonga kelding endi. Xo'sh, 4-chi naqsha diqqat. Dan 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 dan. Ana. Maqara bitot. Erkek Abdullah'ın nakşısı. Nemin naqshining ismi? Dan 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 dan. Nino diye nakşısı. Dan dan dan. Tapdi? Tapdimi? Ha, tapdi. Xo'sh, eng oxirgi naqsha, ha, diqqat. La 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 Demoqlarga la la Kağılar diye la nakşı. nima? Kağılar diye nakşı. la 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 Yaxshi. Tapamidi, ha? la 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 la. Tapdimi? Tapdi. Tuydimi? Ikki dacha oldingiz, ikki dacha. Necha? Ma birinchi naqshini ovozingizni chiqarib bir aytib beqing, ha, bulamda. Lapto'chirqumdin chari sev qo'yla dedisem Bu naqsha tekisi deb turadi, aytdi. Umul xalaqın nakşısı dekin ismini unutulub qaptım. Shunday yaxshi aytyapti-ku deydi u. Shunday yaxshi aytyapsiz deydi.
Ramza siyaseti. Lupnur xalq naqşı, Lupnur xalq. Tapdımı? Xo'sh. Birinchi naqshni anglab boqaylik. Birinchi naqsha nima naqsh ekan? Lupnur xalq naqshi qizil gul. Xo'sh, topolmagan qizil gul degan naqsh. Ikkinchi naqsha. Nima naqsha? Nima qilyapti avaytama naqshini? Men bilan. Uchinchi naqsha. Nima qilyapti mudaxanni? Xo'sh, to'rtinchi naqsha. Nino ni qo'ysin kinoni degan naqsha shundaqa erkin abdullaning xo'sh. 5-naqshimiz. Voy qag'ila. Mukofotlarni e'lon qildi ya. Oldi bilan har ikki yilinglarga Qag'iliq noyilik mubayyin kasbiy cheklanish shirkati ta'minlagan ko'rki yurishlik go'sht mahsulotlari bilan mukofotlanadi ekansizlar hammanglar. Dacha emasmi? Oshnasan ko'tarib dachining ichiga kirsiz hozir. Quruq qo'l kirgil olmaydi dachining ichiga. Xo'sh, andin siznikiga. Yana shu dachiq tayyorliqchimi? Diqqat qiling ha. Dangliq marka yaratish mo'tabar xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan Alzoq markasidagi kiyimlar. Pechat kiyinib kirmasangiz bo'lmas dachining ichiga. To'g'ri. Ha, xo'sh. Uniga sizning mukofotingiz bo'lsa, Dastur biopat texnik cheklanish mas'uliyat shirkati Uyg'ur tibobatchi asosida ishlab chiqargan har xil mineral moddalar mo'l bo'lgan 316 yuan qimmatidagi Jamul Sherin quvvat ichimligidan berishimiz muborak bo'lsin. İkraldirki qadrli ko'rmalar ko'rayotganinglar, keyingi soatda dangliq marka yaratish o'ziga nishon mo'tabar xalqaro savdo cheklanish shirkati alayda qo'llangan o'zingil talaylonqisini talashish talay yulduz programmasi. Mana mush bosqichdan keyin bir mayir biz bilan xo'shlashdi. 3, 2, 1 başlandı. Hasan Hüseyin'in en üstündeki renk kızıl renk mi, siyah renk mi, yoki kök renk mi tez cevap verin. Xata kızıl renk. Sunun temperatürü tövenligende sudagi baliqlarning eg'izi ichib ko'p bulamdi yoki az bulamdi tez cevap verin. Ko'p bo'ldi. Xata az bo'ldi. Mamlakatimizning g'arbiydagi eng chong quruqlik chegarasi eg'izi Toshqo'rg'onga joylashganmi yoki Qo'rg'osqami tez cevap verin. Xata Toshqo'rg'onga. Voy bek jiddiylashib ketdim. 3 yil savol to'g'ri javob beramay qoldingiz o'tkir. Ta'lim boshqa o'xshaydi. Hech qisi yo'q-a? Mana boshqa mayirlarning isbotisini ko'rib boqaylik. Dilfura, isbotingizni ko'rib boqaylik. Undaq bo'lsa, boshliq bo'rakki toshni eritish rolba, qerin quloq, oq qerin quloqmi yoki qora qerin quloqmi? Qora qerin quloq. Ha, oldingiz menga erish nuqtasi eng yuqori bo'lgan metal wolframmi yoki magniymi tez javob bering. Xata wolfram. Eng chong ishki quruqlik davlati Afg'onistonmi yoki Qozog'istonmi tez javob bering. Xata Qozog'iston. Hay, ishki savol to'g'ri javob beramidingiz. Akbar, navbat sizga keldi. Asarası vallahi bamdı. Aylık çempion tanlaydigan musobaqamizning savollari unchalik oson emas. Başlayalım. Hazır mod bo'layotgan to'rni paranglish quroli undidarni olmish shirkati jalb qilganmi yoki Tingshuan shirkatimi tez javob? Aldingiz menga. Reper eng ko'p musobaqa turi paytopmi yoki tennis topmi tez javob? Paytop. Yaxshi aldingiz menga. Uy, janub qutbdan muz ko'pmi yoki shimoliy qutbdan tez javob bering. Janub. Voy, aldingiz menga. Yaxshi 3 savol to'g'ri javob beraldingiz. Muborak bo'lsin. Shuning bilan bu bosqichdan keyin Akbar bilan Dilfura bizning bugungi o'snigul talaylonqimizni talish bosqichimizga qadam qo'ydik. Muborak bo'lsin. Men doim endi to'ylarda, endi odatdagi turmushlardami xalqning bir go'zal xotiralarini, go'zal kunlarini, go'zal vaqtlarini xotirlayman odatda. Endi men uchun bu talaylonga chiqib misha turishimning o'zimi bir men uchun bir xotira, go'zal xotira bo'lib qoldi. Rahmat sizga. Bundan keyin turmushingizda texmi go'zal asmalarning vujudga chiqishini umid qilaman. Albatta sizga ko'ngil sog'imiz bor. Ben Xotan qadimiy chinar yezigilik fan texnik yetish shirkati ta'minlagan shu bekdan xoli qadimiy chinar zarangiz meydin bir bag. İkraldırki qadrli ko'rmalar shunaqalar naq maydondagi tomoshabinlar hamda o'zlaringlarda bo'ldig'ini zairning o'rinlashidagi naqsha yana sensiz. Bu naqshni anglag'ach Eksan markasidagi kiyim-kechaklarning yorqin obrazidan birlikda hozirlanaylik. Qani. Yana sensiz o'tdi bu kecha Suallarım kalbi cevapsız Hislerimni tenha kaldırma Emes durmen asla vefasız Yine sensiz ötti bu gece Suallarım kalbi cevapsız Hislerimni tenha kaldırma Mesturmen asla vefasız
Capa bu bana Göz yaşlarım hasretlik yıkım Sevişmem özüm bilen azaplanıp bağrımga yıkım Sevişmem özüm bilen azaplanıp bağrımga Aşk şiirin muhabbet yana kayba ağlarımın izi Aşk şiirin muhabbet yana kayba ağlarımın izi Mecnun kebi küydürüp gözüm ketmigin ya minimdin keçip Mecnun kebi küydürüp gözüm ketmigin ya minimdin keçip ketmigin ya minimdin keçip minimdin keçip Şirketi alayda qo'lgan Husnigul Talay Lonqusini talashish Talay Yulduz programmasi. Akbar bilan Dilfura bizning oylik chempionligimizni talash bosqichimizga qadam qo'ydik. Savollarimizning ranglari bor. Ya'ni oq, qora, qizil, seriq. Shu ranglarni tanlaysizlar. Javobinglar to'g'ri bo'lsa, o'zinglar oldinglar bir qadam mangsizlar, javobinglar xato bo'lsa, Qarshi taraf oldiga bir qadam mangadi. Oldi bilan qaysinglar tanlaysizlar? Oldi bilan Dilfura tanlasin. Ahram. Uyg'ur qo'l hunarvanchiligi ichida sarroshlik kasbi alayda o'rinda turdi. Undaqda sarroshlarning nima yasaydiganligini aytib bera olamsiz? Afsus tanlash yo'q ekan. Menimcha shu yog'ochchilik bilan munosabatdan keyin qo'l hunarvan o'zlari yasagan rendi bilan yasagan narsalarni Shu nimalarni yasaydi? 5, Ailening jabduqlari yasaydi. 2, 1. Sarroshlar igar, jabduq, harvi jabduqi, ot, to'ga, qichir, eshaklarning to'qim molosi va bularga munosabatli bo'lgan barliq jabduqlarni yasaydigan kishi. Bilib oldik, ha? Dilfura. Qani, oldingizga bir qadam. Akbar, qaysi rangni tanlaysiz? Qora rang. Uyg'urshunos olim Anni Mariya fon Gabayin xonim qadimgi turk tili grammatikasi, qadimgi turk adabiyoti nomli dangliq tadqiqot asarlari bilan dunyo turkologiya ilmiga zo'r to'kib qo'shgan. Undaqda Gabayin xonim 1982-yili Uyg'urshunoslik tadqiqoti munosabati bilan ilmiy ziyoratda bo'lish uchun avtonom rayonimizga qaysi yurtga kelgan? Tanlash yo'q. Qashqar kelgan. O'z Qashqarlik o'yinga Qashqar degan javobni tanlamdi ekan deb. Oxir javobingiz Qashqar shundaqmi? Ha, to'g'ri, Qashqar. Qashqar bakchiroq bir yer bor. U bo'lsa-mu? Turpan. Turpan. Oldingizga bir qadam. Dilfura. Bir qadam. Dilfura qaysini tanlaysiz? Qizil. Biz doim xabar yoki uchurlarda GDP, CPI degandek atalg'ularni uchirtamiz. Bu atalg'ular bir davlat yoki bir shaharning har xil iqtisodiy ko'rsatkichlari bilan munosabatli bo'lib, CPI nimani ko'rsatadi? A. iste'mol baho qimmatini ko'rsatadi. B. Kishi bishi o'ttirchi kirimini. C. shaharlashish nisbatini. A javobni tanlay. A javob, ya'ni iste'mol baho qimmatini ko'rsatadi. Shundaqmi? Buning to'g'ri javobi iste'mol baho qimmatini ko'rsatadi. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Oldingizga bir qadam. Akbar, tanglashib qoldinglar. Amdi seriqli qoldi. Tanglik savol qoldi-ya. Datlashmas po'lat tarkibidagi qaysi xil ilmiy bu xil birikma metallni datlashmas xususiyatga ega qilgan? A. Mangan, B. Wolfram, C. Molibden, D. Xrom. Siz uchun eng alqiliq savolmish. Wolfram, shunaqmi? Saknining o'ttirig'i marhamat. Marhamat. Hozircha javobni demay turmiz. Ikkalanglar saknimizning o'ttirig'i. Ikkalanglar saknimizning o'ttirig'i marhamat. Dilfura, siz bu savolning javobini o'ylaysiz, qaysi javob to'g'ri? Men bo'lsam mangan tanlaydim. Mangan tanlaydingiz. Manganni. Shuning bilan buningdagi
To'g'ri javob qaysi deganda oldi bilan lo'nqini berib o'taylik. Bu san programmamizda bizning oylik chempion bo'lgan Mahirimiz kim o tomashbinlar? Dilfura muborak bo'lsin. Bu savolning javobi D. Xrom. Mening tanlag'anim xato. Sizning tanlag'aningiz bu xato. Tanlaydigan mushunda. Shunda faqat bir savol farqi bilan mana Dilfura bizning chempionimiz bo'ldingiz. Endi yurak so'zingizni ayting. Bugun birinchi bo'laman deb o'ylab baxmagan. Atlik sanim birinchi bo'lganda xush bo'lgan, lekin bugungiday xush bo'lmagandim. Bek ta'lim o'ndan keldi. Mush munosabat bilan meni qo'llab bergan ota-onamga, mushad o'ltagan barliq aziz mehmonlarga chin ko'nglimdan tashakkurim bildiraman. Rahmat sizlarga. To'g'ri javob berolmabman. Endi peshonamga putilgan shu o'xshaydi. Birinchi bo'lamagan bo'lsammi, hech qisi yo'q. Keyin fursatlar bo'lib qolsa qatnashaman. To'g'ri, shirkat nomidan Dilfurani tabriklaysiz, shundaqmi? Sizni tabriklayman. Undaq bo'lsa, Dilfuraning mukofot qo'yimi. Shinjang Mustaq xalqaro savdo shirkati ta'minlagan to'q tejashlik shakli ko'rkam Mustaq markalik to'nglatqo yoki muzlatlashmas aynak ishlatilgan avtomatik kir yurgan kir alg'ich ikisidan birini tanlab o'ting. To'nglatqon tanlay. To'nglatqoni 3 shikligini tanlamsiz, 5 shikligini tanlamsiz. Necha shikligini 5 shuni olay oldi. Ha, unda siz kichigini beraylik. Akbar? Yana birsini menga yuramda. Yana bir multikin savdo shirkati ta'minlagan diyorimizning havo klimatiga moslashtirib alohida ishlangan dog' sapkini yo'qotish teri asrash iqtidoriga 298 ga qimmatidagi o'simlik yurishlik grim buyumlarini qo'shib berdik ekanmiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Akbarjonning mukofot qo'yimi. Mukofotingiz bo'lsa, Belkan elektron texnik shirkati ta'minlagan mashg'ulot yuzi butunlay uyg'urcha bo'lgan qo'sh kartlik Belkan U1 ahli iqtidorli yanfon. Uningdan sir dangliq marka yaratishni o'ziga nishon. Mu'tabar xalqaro savdo shirkati ta'minlagan o'zingiz loyihalagan Excel markasidagi kimlar bilan mukofotildi? Ay Akbarjon hamda o'zingiz kiyib yutamsiz yoki birasiga sovuq yutamsiz? Albatta men yerda. Men maganga bu mukofot. Ha, qanaqa qilsiz? Avval qarab boqaman. O'ylashgandan keyin javobini bering, ha? Undan boshqa yana bir mukofot qo'yimiz bor, u bo'lsa Dilkuy o'sim markazi tarqatgan yosh naqshchimiz Qurbonjon Abdukerimning o'rinlashidagi plastinka xabar kelsa qabul qilinglar ko'rsog'imiz. Akbar, Dilfura, rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, shunaqalar naq maydondagi tomoshabin do'stlar, bu programmamizda Dilfura bizning oylik chempionimiz bo'ldi. Bizning yillik chempion tanlash musobaqamizga qatnash sharafiga erishdi. Muborak bo'lsin. Navbat program